O'rmon ortidagi tog'lar bag'rida Bo'rijar deb nomlangan bir vodiyda bo'rilar to'dasi yashardi. Bahor yaqinlashib, tog'larda qorasida qor sekin eriy boshladi. Urg'ochi bo'rilardan biri homilador edi. So'nggi kunlarda bo'rilar to'dasi ovga chiqmay, homilador bo'rining ko'zi yorishini kuta boshladi. Bir necha tog'da shamol turib, daraxtlarni silkitib, hatto toshlarni titratib yubordi. Ana shu dahshatli kechada ona bo'rining ko'zi yoridi. Ona bo'ri kuchli og'riq bilan 4 nafar bolani dunyoga keltirdi. 4-chi bola tug'ilayotgan paytda osmonda kuchli momaqaldiroq chaqib, butun vodiyni qarsillatib, yoritib yubordi. Birinchi bola kuchsiz, ikkinchisi esa jim yotardi. Uchinchisi qimirlamasdi. 4-chi bola esa tug'ilishi bilan boshini ko'tardi. Ko'zlari yumuq holda iskalanib, onasi tomon o'rmalab keldi va boshladi. Buni ko'rgan ona biri uni peshonasini yalab, 4-chi bolam kuchli chaqmoq ichida tug'ildi. Demak, u chaqmoqdek tez va kuchli bo'ladi. Unga Haybat deb nom qo'yaman. Zero dushmanlar uning haybatidan zirillashsin. Ona biri shunday deb majolsiz yotgan boshqa bo'rilarga qarab o'ylanib qoldi. Shu payt yana shamol turib guvillay boshladi. Go'yo tog'lar ona bo'rining so'zlarini ma'qullagandek gumburlab ketdi. Haybat yosh bo'lishiga qaramay tez o'sdi. Har kuni tog' tepasiga chiqar, panjalari baquvvat bo'lib ulg'aydi. Kunlarning birida yosh bo'richalarni shoqollar to'dasi quvib qoldi. Ularni himoya qilishga katta bo'rilar yo'q edi. Ona bo'ri yolg'iz qarshilik qilishga majbur bo'ldi. Shunda Haybat hech ikkilanmasdan shoqollar to'dasiga tashlandi. Bir o'zi bir necha shoqol bilan jang qilishga to'g'ri keldi. Jangda u yaralandi. Ammo bir bolalarni, akalarni o'limdan qutqarib qoldi. Onasini himoya qildi. So'ng uzoqdan yetib kelgan Qoraxon ismli to'da boshlig'i Haybatning jasurligidan hayratlanmadi. U qochayotgan shoqollarni biroz kuzatib turdi-da, "Ha, Haybat shamoldek tez, chaqmoqdek beshafqat. Unga hech kim teng kela olmasa kerak", dedi g'urur bilan. Bo'rilar to'dasi Haybatning jasurligini olqishlab ulashdi. Oradan yillar o'tdi. Bo'ri bolalari voyaga yetdi. Tog'lar ostidagi keng vodiyda yozning ilk kunlari edi. Havo issiq, bo'rilar to'dasi chakalakzor oralab harakatlanayotgandi. Ov boshlandi. To'da boshlig'i Qoraxon Soyin donolik bilan ovni boshqarardi. U past tovozda buyruq berdi. "Hammang yotlaring, hali ov yaqinlashmadi. Biroz kutamiz." To'da shovqinsiz harakat qilardi. Ular tajribali, har biri o'z joyini, vazifasini yaxshi bilardi. Sal nariroqda katta bir bug'u suv ichida. Bu to'da uchun katta o'lja va bayram bo'lishi lozim edi. Haybatning yuragi tez urardi. U yosh qoni qizib turardi. Bu to'da u o'zini yetakchi sifatida ko'rmoqchi bo'ldi. "Sabr qil. Bu hali uzoqda", dedi Qoraxon shivirlab. Ammo Haybat bunga bo'ysunmadi. Ko'z o'ngida epchillik, g'alaba va maqtovlar namoyon bo'ldi. U chuqur nafas olib, chaqqonlik bilan oldinga otildi va bug'uga tashlandi. Shovqinni sezgan bug'u orqasiga qaradi va qattiq tepindi. Shovqin ko'tarilib, daraxt shoxidagi qushlar osmonga ko'tarildi. Qolgan bo'rilar ham hujumga o'tdi. Ammo kech edi. Ov buzildi. Bug'u va uning to'dasi qochib ketdi. Qoraxon jahl bilan qattiqladi. Uning ovozidan tog'lar titrab ketdi. "Haybat, nega buyruqsiz harakat qilding? Sen qurg'uringni to'dadan ustun qo'yding." Haybat jim boshib turdi. Ko'zlarida alam va iztirob bor edi. "Men faqat yordam bermoqchi edim", dedi u yer tirnab. Qoraxon esa
Yordam sabr bilan bo'ladi. Sen menga quloq solmading. Quloqsiz bo'ri to'da uchun xatardir. Menga bo'ysunmagan har bir bo'ri to'da uchun halokatdir. Bu so'zlarni eshitgan Haybat to'daga orqasini o'girdi. Haybatning onasi yig'lab to'daga iltijo qilgandek termuldi. Lekin Qoraxon bosh chayqadi. To'damizda qonun bor. Qonun mehrdan ustundir. To'dada tartib yo'q bo'lsa, bu yaxshilikka olib bormaydi. Bo'ri qonunga bo'ysunmasa, to'dada unga joy yo'q. Sen kuchlisan, lekin aqlsizsan. Seni to'dadan haydayman, toki boshingga keladigan sinovlar senga saboq bo'lsin. Haybat sukut bilan to'dani tark etdi. Shu kundan boshlab Haybat uchun sinovli og'ir kunlar boshlandi. Chunki kechagina bo'rilar to'dasining faxri bo'lgan Haybat yakka bo'riga aylangandi. Haybat dashtuvonlardan oshib o'tdi. Birinchi kecha sovuqdan titradi. Ikkinchi kecha esa och qoldi. Nega men yolg'izman? Nega? O'ylardi u shu payt qayerdandir yolg'izlik jazo emas, ruhni tozalovchi olovdir degan ovoz eshitildi. Lekin Haybat bu so'zni ma'nosini tushunmadi. Kunlar o'tgan sari uning qalbidagi g'urur yumshab, aql ko'zi ochildi. U jimgina yurar, kuzatishni, tinglashni o'rgandi. Bir kuni u adirda yaralangan bo'rini uchratib qoldi. Bu notanish bo'ri boshqa bir dushman to'dadan edi. Haybat yaqinlashib kelib, unga o'ljasidan berdi. Yaralangan bo'ri go'yo yeb hayratda qoldi va nega menga yordam beryapsan? Biz dushmanmiz-ku deb so'radi. Yomonlikka yomonlik bilan javob berish oson, lekin haqiqiy kuch boshqa narsada. Barchamiz bo'ri ekanligimizni unutmasligimiz kerak. Bu so'zlar yarador bo'rini yuragida bir umrga qoldi. Oradan vaqtlar o'tib bir kuni Haybatning qalbida vatan tuyg'usi qo'zg'aldi. Onasini sog'indi. Bir ko'rsam armonim yo'q edi dedi-da, tog'lar tomon yugurib ketdi. Shirin xayollar bilan bo'ri jarga yaqinlashdi. Shu payt qayerdandir gumburlagan miltiq ovozi eshitildi. Qarasa, uning joni-jon to'dasi, onasi va do'stlari ovchilar qurshovida qolgandi. Hammasini qirib tashlash kerak deb baqiriq ovozlari eshitildi. Haybat hech ikkilanmasdan chaqmoqdek ovchiga tashlandi. Birinchi ovchi jardan tushib halok bo'ldi. Ikkinchi ovchi unga o'q uzdi. Haybat og'ir yaralandi, lekin qaytmadi. Ovchi miltiqni qayta o'qlashga ulgurmay Haybat changalida tilka pora bo'ldi. Haybat ona bo'ri uchun har narsaga tayyor edi. Buni ko'rgan uchinchi ovchi orqaga chekindi va butalar orasida g'oyib bo'ldi. Yakka bo'ri g'azab bilan uni kuzatib turdi. Atrof biroz tingach Haybat jarlik yoqasida qolgan onasi tomon yugurdi. Ona bo'ri Haybatni yaralanganini ko'rib qo'rqib ketdi. Haybat onasi oldiga keldida uni poyiga yiqildi. Onasining oyoqlarini hidlab ko'zlarini yumdi. Ona bo'ri ko'zlarida yosh bilan Haybatni bag'riga bosdi. Ular unsiz mehr bilan uzoq diydorlashdi. Qarib qolgan to'da boshlig'i Haybatga biroz tikilib turdi-da, seni biz haydagan edik, lekin sen to'da uchun joningni ayamading. To'damizga xush kelibsan. Men qarib qoldim. Endi to'dani senga ishonib topshirsam bo'ladi. To boshliqning so'zlarini barcha bo'rilar bir ovozdan ma'qullab, sukut bilan boshladi. Haybat jar yoqasida onasi oldida yotardi. Yaralangan, lekin tirik. Ona bo'ri uni yuzini yalab ko'zlaridan yosh oqdi. Haybat sekin boshini ko'tardi. Qoraxon uning yelkasiga peshonasini qo'ydi. Bu yetakchilik qasamodada edi. Yolg'izlik Haybatga kuch berdi. Yolg'iz bo'lish zaiflik emasligini tushundi. Bo'rining kuchi tishida emas, ruhida ekanini bildi. Rivoyat yoqqan bo'lsa, like bosib, izohda fikringizni yozib qoldiring. Obuna bo'lishni unutmang.